Saratovda Volga yoqasida mana shunday chiroyli manzaralar bor. Bu internetda ko'rishingiz mumkin. Picholka degan nima dargoh bor, cho'miladigan. Bu yerda baliq tutadi. Bu narigi tarafda biznikilar cho'milyapti. Mana kiyimadi. Bu Volga daryosini. Suv tozaligini qarang. Ha, bolalar qamish ortida cho'milib joy bor, cho'miladigan. Havoga baho beraverasizlar. Azizlar, onu buni qo'yaylik. Siyosatda ham boshqaryapti. Dam olaylik. Volga daryosi. Narigi bet ingliz. Bu bet mana Volga. Odam yo'q, endi odam boshlanadi, ungacha bemalol cho'milib. Qirg'oqlarida shashlik qiladigan joy ham boshqalar ham Picholka degan joy, Picholka. Mana suv toza. Volga daryosida. Dam. Internetga kirishingiz bilan patent atmen deb bizdagilarga bahona topilsa bo'ldi. Ya'ni prezident Vladimir Putinda endi prezident deganda Rossiya prezidenti bir narsa desa darrov voy shunaqa dedi. Endi atmen ekan deb kimlardir chislovlarni belgilab 27-yildan deb voy vahima qiladigan o'zimiz vahimachalarimiz. Hali ko'rib chiqilyapti. Bu narsani anchadan beri ko'rib chiqyapti. E'tibor bermaymiz. Patent atmen bo'lganda o'zi avtomatik qabul qilmay qo'yadi. Ya'ni aniq kunini belgilaydi. Lekin patent atmen degani fizik nimalarga atmen bo'lishi mumkin. Unaqa org nabor qilamiz deyapti. Org naborlar nima asosida keladi? Ular baribir ham patent to'latadi. Ya'ni katta firmalarga org nabor degani shu katta firmalar asosida keladi. Ular keyin odamlarga ishchilarga patent qildiradi. Chunki patent sistemada shuncha pul to'lab turgan narsani birdaniga yo'q qilish o'ta gumon. Yana yangi migratsionlar o'zgartiryapti, bilasizlar. Lekin hozir sistemani migratsion sentrda hozir PVS qilib o'zgartirgan. Kim ko'rgan bo'lsa, pasportni vizaviy sistema qilib, servis qilib, o'sha yuridik maqomi o'zgargani uchun endi balkim bo'lishi mumkin bo'lyaptiki, patent sistema emas, o'sha kichik vizaga o'xshagan narsa. Uni ham hali O'zbekiston bilan Tojikiston bilan hali juda gumon. Chunki shuncha pul to'lab turib demoqchimizki, chalg'imay patent qilayotganlar indamay qilyapti. Mana biz bugun migratsionga bordik. Indamay ishlayapti. Faqat ogoh bo'ladigan narsamiz turdovoy dogovorlarga qattiq tegishyapti. Turdovoy dogovorlarni ushlasa, melisa haqiqiy yo falsifikaligini ko'rib chiqyapti. Shuning uchun 27-yil kelsa ko'ramiz. Endi bu Saratovdan bu yerga chiroyli ya doma deb nima qilgan. Biz uydamizda endi. Uy bo'lib qoldi biz. Bu ko'rayotgan joylaringiz katta Yevropa davlati emas, oddiy Saratovdan Rechnoy vokzali. Mana shu bola, mana shunga kelib mehmon kelaverasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana chiroyli joylar. Orqa fonni qaranglar azizlar. To'lqinli Saratov. Shabada bo'lyapti mana ancha. Rechnoy vokzalda chiroyli. Odamlar dam olyapti. Mana bu joylar chiroyli joylar azizlar. Dam olib turish kerak, dam olib ham turish kerak.
zerikkan paytda, uyda sog'ingan paytda mana shunday xuddi uzoqdan hayqiraman tog'lar ortidan, deydi-yu, Saratov ortidan gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qaridan o'g'lim degan nido keladi. İstanbul'da şu Arıqni yoqasiga katta ariq. Şu ariq deymiz endi. Yani ariq emas, bu daryo deydiganlar to'g'ri. Suvli joy. Yo'lga bu. Havo yo'lga boy deydi. Yoqalarda toza emas-da. O naryoqlarda toza suvlar bor. Tem bo'ldi valna bo'layotgan paytda. Yo'lga boy bu havo. Kim bo'qoq boshqa kasalliklar bilan yo'lda kam bo'lsa, mana shunaqa joylarda yashasa ketadi. Hech bo'lmasa uzoqdan ko'rdingiz. Saratovda eng yuqori tepasiga chiqdik. Shahar kaftday ko'rinadigan joy. Oldin bu yerda ko'rsatib ko'rinadigan nima bor edi? Durbin bor edi, durbin. Mana bu muz. Ko'ryapsizlar, bu yerda u inglizga o'tadigan muz. Oldingi boyagi videolardagi. Mana bu Saratov shahri. Kaftday joyda. Mana bu masjid. Mana shu yerda masjid bor. Minorani ko'rgan bo'lsangiz. Menga mana bu tank yoqdi, gigant. Udan ham gigantlar bor, mana bu. Rosa usilinden qilgan.
Azizlar, bunu uyat bo'ladigan men termasam endi. Qizarib qopti. Mana buni terib ketmasam hozir. Mana buni qaranglar, yo'lni yo'qosida shunday turibdi mana. Hech narsa changi bor dori. Bu yoqlar qurib ketibdi. Bu tezdagina teramiz uyga olib borib. Buni nima qilamizda? Mana qarang. Yo'lda, prям yo'lda mana. Ha? Qishloqqa sekin kirib kelayotsangiz, yomg'ir, sekin yomg'ir ham yo'qayotgan bo'ladi-da. Sarati issiq, lekin mana terlab kelayotgan edim. Mana hozir qishloqqa kirib kelyapman. Xuddi boshqa planetaga tushib qolgandek, boshqa regionga tushib qolgandek. Yomg'ir tezlashyapti. Mana qarang. Aytar ekan. Ajoyib. Pagodasi ajoyib, ob-havosi ajoyib. Hozir biroz olma terdi yo'lda. Shunday qolgani qolib ketdi. Yomg'ir yaxshi ham yomg'irga vaqt qolmaydi. Borib echkilarga beramiz. Через 300 метров. Kechki salqindagi qishloqdagi holat mana bu. Zillarligi joylarda bilasizlar, mol boqadigan joylarda taraflar polni ko'karib yotibdi, urug'lab yotibdi. Bu tarafda ham ko'k hamma yoq. Mol boqarlar o'zi ketibdi. Gektar joylar lesting o'rmon xo'jaligiga qaraydigan joylar mol boqsa bo'ladi. Tiqilib yotibdi. Endi kartadan ham Petrovskni ko'rsa o'zi bilinadi, atroflar bari zelin, ko'p jo'na deydi, mana dalalar yonlari bor-ku. O'shalarda bizda jo'na derdi, endi bilmadim. Kiraylarda ham o'tlar, mollar qoziqlab qo'ysa, qari qishloqlarda qari ko'p, o'sha mol qo'ylarga echkisi bo'lmasa, mayda narsasi bo'lmasa, mol qo'ylarni boqishga nima yo'q. Bir qozoq oshnam bor. U yerda qo'ylari bor. Dog'istonliklari bor, ularda mollari bor qishloqda. Bizda endi echki bo'lsa, bitta ikkitasida mol qoldi, qolganida yoshlar yo'q, boqadigan yosh yo'q. Mana bu joylarga shunday qoziqlab qo'ysa ham turaveradi. Masalan, 20 metrlik qoziqlar o'tda yotib yeydi-da, yotib yeydi. O't serob demoqchiman. Ajib. Bug'doy bu yil juda arzon narx bo'ldi. Bug'doy yechmen bor-ku, yechmen. O'sha ham juda arzon. 4 rubldan olib kelib beraman deyapti. O'zbekiston so'miga 600 so'm bo'lyapti. 4 rubldan olib kelib beraman deyapti. Men zakaz qilib, 1 tonnami olamanmi? 1 tonnovdan keyin bug'doydan ham 1 tonna uyga tashab qo'yay desam, bug'doy 6 rubldan olib kelib beraman. Doim odamlarga aytsam ishonmasdi. Qo'ysangchi, Avitoda ko'ringlar desam, Avitoda ham ko'ryapmiz 10 rubl ekan. 10 rublni Avitoda u kelishsang bo'ladi. Mana biz qishloqda mana aytyapti. Короче, 2 tonnani 10 mingga olaman-da. 2 tonnani 10 mingga dastavkasi bilan. Joy qilsam 2 tonna xohlaganingcha deyapti. Bu yil tem bo'lib. Ana sanksiya boshqalar bilan bug'doy narxlari tushib yotibdi. Oldin bug'doylarni olib qo'yadigan odamlar bo'lar edi-ku, bahorda sotadigan. Bu yerda unaqa perikuplar yo'q. Ammo qo'ylarga, echkilarga bersa bo'ladi.